Windows 7 interfeysi Vista Aero interfeysi asosida qurilgan bo'lib, Windows Vista interfeysiga juda o'xshab ketadi. Ko'rib turganingizdek, ish stolida kompyuter, korзина va boshqa rasmchalar o'zgarishsiz qolgan va aksincha pusk menyusi va panel zadach biroz o'zgartirilgan. Windows oynasi oynani boshqaruvchi ushbu standart tugmachalar, orqaga va oldingi tugmalari, adres kiritish joyi va izlash joyidan iborat. Ish stolini kontekst menyusidagi personalizatsiya tugmasi orqali Windowsni temasini o'zgartirishimiz mumkin. Temaga ish stolini rasmi, oynalar rangi, standart ovozlar va zastavka kiradi. Shularni barchasini kerakli temani tanlash bilan o'zgartirishimiz mumkin. Agar kursorni ekran pastidagi ushbu tugmachaga keltirsak, ko'rib turganingizdek, barcha aktiv oynalar vaqtinchalik ko'rinmay qoladi va ish stoli ko'rinadi. Endi agar ushbu tugmachani bossak, barcha aktiv oynalar pastga tushiriladi. Ish stolimizga sichqonchani o'ng tugmasini bosib, ushbu menyuni bosishimiz bilan ish stolini rasmini o'zgartirishimiz mumkin. Windows 7 da panel zadach ham o'zgartirilgan. Birinchidan, bu yerda ishlab turgan dasturlarni nomlari ko'rsatilmaydi. Ularning o'rniga faqat shu dasturning rasmchasi ko'rsatiladi. Siz xohlagan dasturning rasmchasini panel zadachga kiritib qo'yishingiz mumkin. Buning uchun shu dasturning rasmchasiga sichqonning o'ng tugmasini bosib, ushbu tugmani bosasiz. Va shunda dastur panel zadachga biriktiriladi. Panel zadachdagi rasmchalar orqali shu dasturni oxirgi ishlagan fayllarni ro'yxatini ko'rish mumkin. Misol uchun, Blocknote dasturini oxirgi ishlagan tekst fayllarini ko'rish uchun o'ng tugma bosiladi va ushbu последний bo'limida Blocknote dasturi oxirgi ishlagan tekst fayli ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Panel zadachda hozir ishlab turgan dasturlarning rasmchasi atrofida ramka bo'ladi. Misol uchun, kalkulyator dasturi hozir ishlayotganligi uchun uni atrofida ramkasi bor. Bundan tashqari, agar panel zadachdagi dasturning rasmchasi atrofida 2 ta yoki 3 ta ramka bo'lsa, demak bu degani shu dastur orqali 2 ta yoki undan ko'p fayllar ochilgan. Misol uchun, Internet Explorer brauzerini ustiga sichqonchani olib kelsak, ochilgan sahifalarni ro'yxati ko'rsatiladi. Endi sichqonchani ushbu sahifalarni rasmchasi ustiga olib kelsak, sahifalarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, panel zadach, pusk menyusi, tilni kiritish tugmasi, standart rasmchalar, vaqt va sanani ko'rsatish paneli va ish stolini ko'rsatish tugmachasi bilan jihozlangan.
push tugmasini bosganimizda shu menyu orqali oxirgi ochilgan dasturlar rasmchalarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi biron bir dasturning rasmchasiga kursorni keltirsak, ushbu dastur oxirgi ishlagan fayllarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi rasmchalardan biriga sichqonchani o'ng tugmasini bosib, Закрепить menu pushni tanlasak, ushbu dastur push menyusiga biriktiriladi va har safar pushni bosganimizda shu yerda joylashgan bo'ladi. Windows 7 operatsion tizimida fayllarni izlash tizimi oldingilardan ko'ra ancha osonlashdi. Push menyusidagi ushbu joyga faylni nomini kiritishingiz bilan izlash avtomatik tarzda boshlanadi va izlash natijalari alohida guruhlarga bo'linib taqdim etiladi. Ya'ni panel upravleniya elementlari, dokumentlar, rasmlar va boshqa guruhlar. Topilgan narsalar kompyuterda qanchalik ko'p ishlatilishiga qarab yuqoridan pastga joylashtirilib ko'rsatiladi. Push menyusidan yana dokumentlar, rasmlar, o'yinlar, panel upravleniya va boshqa bo'limlarga o'tish mumkin. Windows 7 operatsion tizimida ham listadagi kabi gadjetlar, ya'ni ish stoliga biriktirilgan kichik dasturchalar bor. Gadjetlar bilan ishlovchi oynani ochish uchun ish stoliga sichqonchani o'ng tugmasini bosib, ushbu menyuni tanlaymiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek xilma-xil gadjetlar keltirilgan. Kerakligini tanlab turib, ish stolimizni xohlagan joyga qo'yishimiz mumkin. Lista operatsion tizimida gadjetlarni joylashuvchi maxsus panel bo'lgan. Windows 7 da esa ularni ish stolini xohlagan joyga qo'yish mumkin. Har bir gadjetni ham sozlash mumkin. Windowsning dasturiy ta'minotida ham ancha o'zgarishlar yuzaga keldi. Ba'zi Movie Maker, Windows Mail kabi dasturlar olib tashlandi. Windows 7 da WordPad, Paint va kalkulyator dasturlari o'zgardi. Misol uchun kalkulyator dasturini ko'radigan bo'lsak, undagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Endi Paint dasturini ko'radigan bo'lsak, undagi asosiy o'zgarish bu ko'rinishidagi o'zgarish. Endi u Microsoft Office 2007 dasturiga o'xshab ketadi. Dastur sensor ekranlarida ishlash uchun qulaylashtirilgan. Xuddi shunga o'xshab WordPad dasturini ham ko'rishimiz mumkin. Uni ko'rinishi ham Microsoft Office 2007 ko'rinishiga o'xshab ketadi.
ancha yillardan beri Media Player Windowsda audio va video fayllarni ochuvchi dastur hisoblanadi. Oldingi Media Player noqulay va yuklanishi uchun ko'p vaqt talab etar edi. Windows 7 dagi Media Player esa tez yuklanadi va ko'rinishi oldingi Media Playerdan ko'ra ishlashga ancha qulaylashgan. Windows 7 da yana ikkita yangi dastur ham qo'shilgan. Ular kichkina bo'lishiga qaramasdan foydalanish uchun qulay. Bu dasturlar Nojnitsi va Zapiski dasturlari. Nojnitsi dasturi ekranni xohlagan joydan rasmni ko'chirib olib, uni fayl ko'rinishida saqlash imkonini beradi. Zapiski dasturi esa ekranni xohlagan joyda biron bir qisqa tekstni kiritib yopishtirib qo'yish mumkin.